2025-26 qish mavsumi uchun mavsumiy ob-havo prognozi e'lon qilindi. Assalomu alaykum aziz tomoshabin, siz Newsweek.uz kanaldasiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'ling va bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Dekabr oyi normaga nisbatan biroz issiqroq bo'lishi kutilmoqda. O'rtacha oylik harorat normaga nisbatan 1-1,5 darajaga baland bo'ladi. Birinchi 10 kunlikda havo asosan iliq, kechasi 0-5 daraja, kunduzi +10-15 daraja. Ikkinchi va uchinchi 10 kunliklarda harorat keskin o'zgarib turadi. Kechasi +2-7 darajadan 0-5 darajagacha, kunduzi +12-17 darajadan +2-7 darajagacha. Oylik yog'ingarchilik miqdori norma atrofida yoki undan kam bo'lishi kutilmoqda. Yanvar oyi umumiy holatda normaga yaqin, ayrim hududlarda biroz sovuqroq bo'ladi. Birinchi va ikkinchi 10 kunliklarda harorat katta diapazonda o'zgarib turadi. Kechasi +3-8 darajadan -3-8 darajagacha, kunduzi +10-15 darajadan -2-+3 darajagacha. Uchinchi 10 kunlikda anomal sovuqlar kutilmoqda. Ko'pchilik hududlarda kechasi -12-17 daraja, kunduzi -5-10 daraja. Nukus va Urganch atrofida kechasi -20-25 darajagacha tushishi mumkin. Fevral oyi ko'p yillik normalarga yaqin bo'lishi kutilmoqda. Birinchi 10 kunlikda anomal sovuqlar davom etadi. Kechasi -5-10 daraja, kunduzi -3-+2 daraja. Ikkinchi va uchinchi 10 kunliklarda havo sezilarli iliydi. Kechasi -2-7 darajadan +3-8 darajagacha, kunduzi 0-5 darajadan +10-15 darajagacha. Janubiy hududlarda kunduzgi harorat +15-20 darajagacha ko'tarilishi mumkin. Yog'ingarchilik me'yor doirasida bo'ladi.